Bugun men sizlarga barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangilikni tushuntirib beraman. Pensiya guvohnomasi masalasida tartib o'zgarmoqda. Ayrim holatlarda eski qog'oz guvohnomaga ehtiyoj qolmayapti yoki u amalda asosiy hujjat sifatida ishlatilmaydi. Bu mavzu har bir pensionerning farzandlariga, bo'g'ichisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga, nogironlik pensiyasi tayinlangan fuqarolarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga bevosita tegishli. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak? Pensiya to'xtab qoladimi yoki yo'qmi? Hujjatlarni qayerdan olish kerak? Bank, dorixona, transport, kommunal tashkilotlar yoki boshqa joylarda qanday yo'l tutish kerak? Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta mayda xato ham pensionerga ortiqcha ovora bo'lish. Navbat kutish yoki o'ziga tegishli imtiyozdan vaqtida foydalana olmaslikka olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday yangiliklarni oddiy odam tushunadigan qilib izohlab boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlarda pensiya guvohnomasi degan alohida hujjat bo'lardi. Odamlar uni yo'lda olib yurardi. Masalan, poliklinikaga borganda, dorixonada imtiyoz haqida so'raganda, transportda chegirma yoki bepul yurish masalasi bo'lganda, bankda pensiya kartasi bo'yicha savol tug'ilganda, ayrim tashkilotlar pensiya guvohnomangiz bormi deb so'rardi. Pensioner ham odatda pasport yoki ID karta bilan birga pensiya guvohnomasini ko'rsatardi. Endi esa davlat xizmatlari va pensiya tizimi tobora raqamlashtirilmoqda. Ya'ni odamning pensioner ekanini tasdiqlash uchun har doim qog'oz guvohnoma ko'tarib yurish shart bo'lmay qolmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalarda turadi. Fuqaroning JSSHI raqami, ID kartasi, pasport ma'lumotlari, pensiya tayinlangan sana, pensiya turi, to'lov holati kabi ma'lumotlar tegishli tizimlarda ko'rinadi. Shuning uchun ayrim joylarda eski pensiya guvohnomasi bekor qilingani yoki endi berilmasligi haqida gap-gaplar paydo bo'lmoqda. Men bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Pensiya guvohnomasiga oid tartib o'zgargani pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Guvohnoma bu faqat tasdiqlovchi hujjat. Pensiya esa qonun asosida tayinlangan to'lov. Agar sizga yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa, guvohnoma shakli o'zgargan uchun pensiyangiz o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolmaydi. Lekin amaliy hayotda muammo shundan iboratki, ayrim tashkilotlar yangi tartibni darrov bilmasligi mumkin. Ayrim xodimlar eski odat bo'yicha guvohnoma so'rashi mumkin. Ayrim pensionerlar esa guvohnomam bekor bo'lsa, imtiyozim ham bekor bo'ladimi deb xavotirga tushadi. Birinchi navbatda pensionerlar bilishi kerak bo'lgan asosiy qoida shuki, sizning pensioner maqomingiz qog'oz guvohnomaga emas, pensiya tayinlanganligi haqidagi davlat bazasidagi ma'lumotga bog'liq. Masalan, 62 yoshga to'lgan ayolga yoki 60 yoshdan oshgan ayolga amaldagi tartiblar bo'yicha pensiya tayinlangan bo'lsa, uning pensiya huquqi qo'lida qizil yoki boshqa ko'rinishdagi guvohnoma bor yo'qligi bilan emas, pensiya organidagi qaror va elektron yozuv bilan belgilanadi. Xuddi shunday, erkak kishi yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa, unga har oy belgilangan sanalarda pul tushishi pensiya guvohnomasi bilan emas, tayinlov hujjatlari va to'lov ro'yxati bilan amalga oshiriladi. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 6-7 yoshli pensionerning plastik kartasiga har oyning 10 sanasida pensiya tushadi. U pensiya guvohnomasini yo'qotib qo'ydi. Eski tartibda u darrov endi pensiyam tushmay qoladimi deb xavotir olardi. Aslida pensiya kartaga tushishi davom etadi. Chunki pul to'lov tizimida uning shaxsiy ma'lumotlari orqali yuradi. Guvohnoma yo'qolgani pensiya tayinlangan qarorni yo'q qilmaydi. Lekin u biror joyda imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsa, o'sha yerda pensioner ekanini qanday tasdiqlash masalasi paydo bo'ladi. Mana shu nuqtada yangi tartibni bilish juda muhim. Yana bir misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli onaxon dorixonaga borib, ayrim dori vositalari bo'yicha imtiyoz so'raydi. Dorixona xodimi pensiya guvohnomangizni ko'rsating desa, onaxon faqat ID kartasini ko'rsatadi. Agar dorixonada tegishli elektron tekshiruv imkoniyati bo'lsa, onaxonning ma'lumoti bazadan aniqlanishi mumkin. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa yoki xodim yangi tartibni bilmasa, tortishuv paydo bo'ladi. Shunda pensioner mening guvohnomam bekor qilingan, shuning uchun siz menga xizmat ko'rsatishingiz shart deb janjal qilishi emas. Avvalo tinch yo'l bilan pensioner maqomim elektron bazada tasdiqlanadi. Zarur bo'lsa pensiya bo'limidan
ma'lumotnoma olib kelaman deb tushuntirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak. Pensiyasi muntazam tushib turgan, bank kartasiga yoki naqd shaklda o'z vaqtida olayotgan. Yashash joyi bo'yicha pensiya organida ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan pensionerlar guvohnoma masalasidan qo'rqmasligi kerak. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, JSHSI raqamingiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya to'lovi davom etayotgan bo'lsa, demak asosiy huquqingiz saqlanib turibdi. Kimlar ehtiyot bo'lish kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki yangi pensionerlar ko'pincha qaysi hujjat qayerda kerak bo'lishini bilmaydi. Ikkinchidan, guvohnomasini yo'qotgan yoki eski pasportdan ID kartaga o'tgan pensionerlar. Uchinchidan, boshqa viloyatga ko'chgan, doimiy ro'yxatini o'zgartirgan, bankini almashtirgan yoki pensiyasini boshqa shaklda olishni boshlagan odamlar. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Chunki ularda pensionerlik maqomidan tashqari nogironlik darajasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, muddatli yoki muddatsiz belgilanish kabi qo'shimcha ma'lumotlar ham muhim bo'ladi. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro imtiyozli dori, reabilitatsiya vositasi yoki kommunal to'lov bo'yicha yengillik olishga murojaat qilsa, faqat men pensionerman deyishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki imtiyoz turi nogironlik guruhi muddat va tegishli qarorga bog'liq. Demak, bunday odamlar o'zlarida ID karta bilan birga tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari yoki elektron bazadan olinadigan tegishli ma'lumotni ham tartibga keltirib qo'yish kerak. Yana sonli misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Unga transportda yoki kommunal xizmatlarda ma'lum chegirma berilishi mumkin. Agar tashkilot pensioner maqomini tasdiqlay olmasa, odam vaqtincha o'sha chegirmadan foydalana olmay qolishi ehtimoli bor. Bu pensiya to'xtadi degani emas, lekin pensioner har oy 70.000 yoki 50.000 so'mlik yengillikdan foydalanishda qiynalishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya puli tushayotganini tekshirish boshqa masala. Imtiyozdan foydalanish uchun maqomni tasdiqlash boshqa masala. Endi eng ko'p chalkashlik bo'ladigan joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi yoki berilmasligi barcha joylar darhol bir xil tartibda ishlaydi degani emas. Davlat organlarida elektron ma'lumot almashinuvi bo'lishi mumkin, lekin xususiy tashkilotlar, ayrim dorixonalar, sanatoriylar, mahalla darajasidagi ayrim xizmatlar yoki boshqa muassasalar hali ham qog'oz ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Bu yerda pensioner aybdor emas, lekin amaliy muammoni hal qilish uchun qo'lingizda tasdiqlovchi ma'lumot bo'lgani yaxshi. Ikkinchi nozik jihat, eski guvohnoma qo'lingizda bo'lsa, uni tashlab yuborishga shoshilmang. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Eski hujjat rasmiy jihatdan asosiy tasdiq bo'lmay qolgan taqdirda ham uni uyda saqlab qo'ying. Chunki unda pensiya tayinlangan sana, pensiya turi yoki boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin. U biror nizoli vaziyatda yordamchi hujjat sifatida kerak bo'lib qolishi ehtimoli bor. Albatta, eskirgan guvohnoma hamma joyda majburiy qabul qilinadi deb bo'lmaydi, lekin uni yo'q qilishga hojat yo'q. Uchinchi nozik jihat. Bankdagi muammolar guvohnoma bekor qilingani bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Masalan, pensionerning plastik kartasi muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa yoki shaxsiy ma'lumotlarda harf xatosi bo'lsa, pensiya tushishi kechikishi mumkin. Odamlar esa buni guvohnomam bekor bo'ldi, pensiyam to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida sabab bank kartasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun pul tushmasa, birinchi navbatda bankdan karta holatini tekshiring, keyin pensiya bo'limidan to'lov ro'yxatida bor yo'qligini aniqlang. To'rtinchi nozik jihat. Chet elga chiqqan pensionerlar masalasi. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya to'lovini olish tartibi, hayot ekanligini tasdiqlash, ishonchnoma orqali olish kabi masalalar alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Bu holatda pensiya guvohnomasi bor yo'qligi asosiy muammo emas. Asosiy muammo pensionerning yashash joyi, bank kartasi, ishonchnoma muddati va tegishli tasdiqlovchi hujjatlaridir. Masalan, farzandlar Rossiyada ishlayotgan onasining pensiyasini O'zbekistonda ishonchnoma bilan olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan kuni to'lovda muammo chiqishi mumkin. Buni guvohnoma bekor bo'lgani bilan adashtirmaslik kerak. 5-nozik jihat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oluvchi shaxs va
va pensiya huquqiga ega shaxs bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, voyaga yetmagan bolaga pensiya tayinlangan bo'lsa, pulni onasi yoki qonuniy vakil olishi mumkin. Bunday vaziyatda pensioner guvohnomasi masalasi oddiy yoshga doir pensiyadagidek ishlamasligi mumkin. Bu yerda bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, vakillik hujjati, vasiylik qarori, bank ma'lumotlari, ta'lim muassasasida o'qiyotganlik haqidagi ma'lumot kabi hujjatlar ham ahamiyatli bo'ladi. Agar bola o'rinstaji yoshga to'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, pensiya davom etish uchun o'qiyotganlik haqidagi ma'lumot o'z vaqtida topshirilishi kerak bo'lishi mumkin. Guvohnoma bor yoki yo'qligi bu talabni bekor qilmaydi. 6-nozik jihat. Imtiyozlar har doim bir xil manbadan berilmaydi. Pensiya bitta tizim orqali to'lanadi, lekin transport, soliq, kommunal xizmat, tibbiyot, sanatoriy, dori-darmon, mahalla yordami kabi imtiyozlar turli tashkilotlar orqali amalga oshadi. Shuning uchun bir joyda ID karta yetarli bo'lsa, boshqa joyda qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Pensioner men bir joyda ko'rsatmasdan foydalandim. Demak, hamma joyda shunday bo'lishi kerak deb o'ylamasligi kerak. Har bir imtiyozning o'z tartibi, o'z ro'yxati va o'z tekshiruv usuli bor. Endi men eng xavfli holatni aytaman. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Yangilik chiqqan paytda ayrim odamlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi. Yangisini chiqarib beramiz. Plastik karta raqamingizni ayting, SMS kodini ayting, pul o'tkazing deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotini, SMS kodini, ilova parolini bermang. Pensiya bo'yicha rasmiy xizmatlar odatda Davlat xizmatlari markazi, pensiya organi bank yoki Maypongogov kabi rasmiy kanallar orqali amalga oshadi. Telefon qilgan notanish odamga ishonib, kartadagi pulni yo'qotib qo'yish juda oson. Yana bir hayotiy misol. 7000 yoshli otaxonga kimdir telefon qilib, guvohnomangiz endi yaroqsiz. Yangisini elektron qilib beramiz. 3000 so'm xizmat haqi yuboring deydi. Otaxon ishonib pul yuboradi. Keyin yana tasdiqlash uchun SMS kodini ayting deyishadi. Kod aytilgandan keyin kartadagi pensiya yechib olinadi. Bu yerda muammo guvohnomada emas, odamning ishonuvchanligidan foydalanayotgan firibgarlarda. Shuning uchun pensionerlarning farzandlari ham bu videoni ota-onasiga tushuntirib qo'ysin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Sizda amaldagi pasport yoki ID karta bo'lishi kerak. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, familiya, ism yoki tug'ilgan sana bo'yicha xatolik bo'lsa, avval shu masalani to'g'rilang. Chunki barcha elektron tekshiruvlar shaxsiy ma'lumotlarga tayanadi. JSS sher raqamingiz, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqamingiz hujjatda to'g'ri aks etgan bo'lishi muhim. Ikkinchi qadam, pensiyangiz tushayotgan bank kartasini tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? Bank ilovasida blok yo'qmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta sizning nomingizdami? Pensiya aynan qaysi bank orqali tushyapti? Bularni bilib oling. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilang. Karta yangilansa, ayrim holatlarda rekvizitlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun pensiya bo'limiga bu haqida xabar berish kerakmi yoki bankning o'zi ma'lumot uzatadimi? Aniqlashtiring. Uchinchi qadam, pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma kerak bo'lsa, uni rasmiy yo'l bilan oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim ma'lumotnomalarni olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Shuningdek, elektron davlat xizmatlari portali orqali shaxsiy ma'lumotlaringiz bilan kirib, kerakli xizmat mavjud bo'lsa, elektron ma'lumotnomani yuklab olish mumkin. Elektron ma'lumotnomada QR kod bo'lsa, tashkilotlar uni skaner qilib haqiqiyligini tekshirishi mumkin. 4-qadam. Agar biror tashkilot sizdan eski pensiya guvohnomasini talab qilsa, ularga xotirjam tushuntiring. Mening pensioner maqomim elektron bazada tasdiqlanadi, zarur bo'lsa, rasmiy ma'lumotnoma taqdim etaman deb ayting. Agar ular baribir rad etsa, rad etish sababini yozma shaklda berishni so'rang. Ko'p hollarda yozma javob so'ralganda xodimlar masalani rahbariyat bilan aniqlashtiradi va muammo joyida hal bo'ladi. 5-qadam. Eski pensiya guvohnomangiz bo'lsa, uni saqlang. Uni har doim yoningizda olib yurish shart bo'lmasligi mumkin, lekin uyda hujjatlar papkasida saqlab qo'yish foydali. Men pensionerlarga alohida papka tayyorlashni maslahat beraman. ID, karta nusxasi, pensiya tayinlanganligi haqida ma'lumotnoma, bank rekvizitlari,
eski guvohnoma, nogironlik bo'lsa tegishli xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa kerakli vakillik hujjatlari. Bu papka favqulodda vaziyatda farzandlar yoki yaqin qarindoshlar uchun ham juda kerak bo'ladi. 6-qadam. Ma'lumotlaringiz o'zgarsa, vaqtida xabar bering. Doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz, familiyangiz o'zgarsa. Bank kartangiz almashtirilsa, nogironlik muddati uzaytirilsa yoki tugasa, ta'lim muassasasida o'qiyotgan bola bo'yicha ma'lumot yangilansa, bularni kechiktirmang. Chunki pensiya tizimida eng ko'p muammo aynan ma'lumot eskirganda chiqadi. Odamlar mening pensiyam nega kechikdi deb yuradi. Tekshirilsa, bank kartasi eski, ro'yxat manzili boshqa yoki kerakli ma'lumot vaqtida kiritilmagan bo'ladi. 7-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam berishi kerak. Ko'p pensionerlar internetdan, elektron davlat xizmatlaridan, bank ilovasidan foydalanishni bilmasligi tabiiy. Farzandlari ota-onasining hujjatlarini bir marta tekshirib qo'ysa, keyingi ko'p muammolar oldi olinadi. Lekin bu yerdan mas'uliyat bilan bo'lish kerak. Pensionerning kartasini olib qo'yish, pensiyasini nazoratsiz ishlatish, SMS kodlarini o'zida saqlash to'g'ri emas. Yordam berish boshqa. Pensionerning moliyaviy mustaqilligini cheklash boshqa. 8-qadam. Rasmiy manbalarga tayangan holda ish qiling. Mahalladagi gap, bozordagi mish-mish, Telegramdagi tasdiqlanmagan xabar yoki notanish odamning qo'ng'irog'i asosida hujjat topshirmang, pul o'tkazmang, karta ma'lumotini bermang. Agar pensiya guvohnomasi bekor bo'ldi, falon hujjatni bugunoq topshirmasangiz pensiyangiz to'xtaydi degan xabar kelsa, darhol rasmiy pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Haqiqiy davlat tartibi odatda rasmiy e'lon qilinadi va u SMS kod so'rash bilan amalga oshmaydi. Agar pensiya tushmay qolsa, nima qilasiz? Avvalo, bankdan hisobingizga pul kelgan-kelmaganini aniqlaysiz. Keyin kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? Blok yo'qmi? Tekshirasiz. Shundan so'ng yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilib, to'lov ro'yxati ismingiz bor yo'qligini so'raysiz. Murojaat qilganda ID karta, bank kartasi yoki bank rekvizitlari, eski pensiya hujjatlari va agar bo'lsa, avvalgi to'lovlar haqida ma'lumotni olib boring. Agar muammo hal bo'lmasa, yozma ariza qoldiring va arizangiz ro'yxatga olingan raqamni saqlab qo'ying. Arizada nima yozish kerak? Juda murakkab yozish shart emas. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Oxirgi oy uchun pensiya to'lov hisobimga kelib tushmadi. Sababini aniqlab, to'lov holati bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman deb yozasiz. Pastiga sana telefon raqami va imzo qo'yasiz. Agar imtiyozdan foydalanishda rad etish bo'lsa, arizada pensioner maqomini tasdiqlash tartibi bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Men alohida ta'kidlayman, har qanday yangilikda asosiy maqsad odamni qiynash emas, hujjat aylanishini soddalashtirish bo'lishi kerak. Qog'oz guvohnoma kamaysa, pensioner har safar hujjat ko'tarib yurmasligi, ma'lumot elektron ko'rinishda tez tasdiqlanishi kerak. Lekin o'tish davrida tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tartibga keltirish, rasmiy ma'lumotnoma olish imkonini bilish, firibgarlardan ehtiyot bo'lish va muammo chiqsa yozma murojaat qilish. Demak, pensiya guvohnomasiga oid tartib o'zgarayotgani pensiyangiz bekor bo'ladi degani emas. Sizning asosiy huquqingiz pensiya tayinlanganligi haqidagi rasmiy qaror va elektron ma'lumotlar bilan tasdiqlanadi. Lekin amaliy hayotda imtiyozlardan foydalanish, bank to'lovlari, dorixona, transport, kommunal xizmatlar yoki boshqa tashkilotlarda savol tug'ilmasligi uchun shaxsiy hujjatlaringizni, bank kartangizni va pensiya ma'lumotlaringizni tartibda saqlang. Bugunoq ID kartangizni, bank kartangiz muddatini, pensiya pulingiz tushayotgan hisobni va eski hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Zarur bo'lsa, pensiya bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazdan rasmiy ma'lumotnoma oling. Notanish odamga SMS kod bermang, karta ma'lumotini aytmang. Yangi guvohnoma qilib beramiz degan shubhali takliflarga ishonmang. Sizning hududingizda pensiya guvohnomasi bo'yicha qanday holat bo'lyapti? Qaysi tashkilot hali ham eski guvohnomani so'rayapti? Qayerda ID karta orqali muammo hal bo'lyapti? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar va ularning oilalari uchun muhim bo'lgan yangiliklarni tushunarli qilib izohlashda davom etaman.